O'yinlar bo'laveradi. Qarsiy bormi? Ha, Toshkentda qarsiy shunchalik qimmatmi deyman-a? Rahmat. Endi bunday qilamiz. Davrada o'g'il bolalar ham ko'paygan. Yigitlar, yigit qo'llaydi. O'g'il bolalar ishtayi bilan, qizlari qiyqiriq ovozi bilan polvonda polvonchasiga qarshi bilan kutib olamiz, marhamat. Shahzod. Ya barakalloh. O'zbekiston chempioni. Yasha Zavatam. Avvalambor assalomu alaykum deyman azizlar. Xush kelibsizlar tomoshabimizga. Endi ko'rib tomosha qilasizlar. Qo'limdan kelganicha otamdan, bobomdan o'rganganimcha sizlar uchun bir ikki dona polvonlik o'yinlari bilan tomoshalarimni ko'rsatdim. Lekin sizlarga o'yin davomida kuchimni, quvvatimni va hunarimni ko'rsatib, ko'ngillaringdan ozgina joy olishga harakat qilaman. Lekin azizlar, bitta aybim bor. Aybim qarsiyni yaxshi ko'raman. 2 yoshimdan beri qarsiyni o'ynayman. Hamon davradaman. Bitta qarsiyni eshitaylik. Rahmat. Qarsiy cho'llarni qo'llari izlab ko'rmasin. Bu qarsiy ham yaxshi qarsiy bo'lyapti-yu, faqat ovozi eshitilmayapti-da. Bugun bayram. Qani bitta ovozi bilan qiyqira qarsiyni eshitilyapti. Mana 4 qadah tosh. Chempionlar ham, boksyorlar ham ringga chiqishdan oldin badan qizdiradi. Polvon ham og'ir tomoshalarga o'tishdan oldin 4 qadah tosh bilan badanini qizdirib olsin. Sizlardan qarsiy, boladan tomosha. Qarsiy bilan qo'llab turamiz. Ketdan nima qilamiz? Alloh Mübarek yok kollarıyla. Ya? Her şeyi olacak. Ha. Karşı. Yeşil. Un kollarıyla. 32 kilo alacağız. Atları da izlemez. Yeşil kollarıyla. 32 kilo alacağız. Yani 32-64 kilo Cumhur'sunu da Karsiy bilan qo'llashtiramiz. Yeşil. Aha. Hareketli polvon. Ketdi.